Hurmatdasizlar sizlar, okay? O'zbek so'mida 2.499.000 so'm. Mana ishlashi, haqorat olishga juda qulay. Bemalol to'ldirib qo'yib, oyog'ini vanda qilsa ham bo'ladi. Mabodo ishlatib bo'lganinglardan keyin joy egallamaydi, bundoq qo'yib qo'yaverasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunisichi? Bunaqa varianti ham bor. Bu ham o'zbek so'mida 2.499.000 so'm. Tepada smesiteli bor, knopka sifonlari komplektida bo'ladi. Pastda mana oyoq yuvish uchun smesiteli. Bunda ham mana bunaqa knopchni sifonlari полный komplektida bo'ladi. Xohlasanglar boshqa smesiteli ham qo'yib beraveramiz. Chinnalariga, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Oppoqni, Oppoq, yaltirab turibdi. Bu ham 2.499.000 so'm. Ha. Hamma narsa ichida, bu ham hamma narsa ichida. Mana biz sizlarga shivoy obzor ishlatib ko'rsatib berdik. O'sha mashhur panelli gumbaz do'kondagi, legenda do'koni, ya'ni mashhur emas, adashib ketdim. Legenda do'koni bor. Anvar akaning do'koni, nomerlarini yozib qoldiramiz. Kimga shunaqa to'g'rat qiladigan kerak bo'lsa, hoji ota bilan hoji onaga o'rmaysizlarmi? Qaranglar, qanaqa qulay, bosib o'ringlar. Yana kelsanglar skidkalar bo'ladi inshaalloh.